Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar. Bugungi mavzu parallel algoritmlar asoslari, tezlik va samaradorlik. Parallel algoritmlar zamonaviy hisoblash arxitekturalarida yuqori unumdorlikka erishishning asosiy konseptlaridan biridir. Ular murakkab hisoblash vazifalarini bir nechta protsessor yoki yadroda bir vaqtning o'zida bajarish orqali umumiy bajarilish vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi. Bunday algoritmlarning samaradorligini baholashda tezlanish, samaradorlik, yukni taqsimlash va masshtablanuvchanlik kabi nazariy o'lchovlar chuqur tahlil qilinadi. Bu esa ularning real tizimlarda optimal ishlashini ta'minlaydi. Parallel algoritmlar bir nechta protsessorlarda bir vaqtning o'zida bajarilib, murakkab masalalarni tezroq hal qilish uchun mo'ljallangan. Ular hisoblash vaqtini kamaytirib, resurs samaradorligini oshiradi. Masalan, yig'indi hisoblashda elementlarni ketma-ket qo'shish o'rniga parallel ravishda bajarish vaqtni ga kamaytiradi. Parallel algoritmlar deterministik yoki nodeterministik bo'lishi mumkin. Bu esa natijalar barqarorligini ta'minlaydi. Hisoblash granulyarligi nozik, o'rta va qalin bo'lishi mumkin. Parallelizm profili algoritmning qaysi qismlari parallel bajarilishi mumkinligini belgilaydi. Kommunikatsiya va sinxronizatsiya protsessorlar orasidagi ma'lumot almashinuvi samaradorlikka ta'sir qiladi. Parallel protsessorlar tarmog'i zamonaviy ko'p yadroli protsessorlarda murakkab intertonlash tizimi orqali amalga oshiriladi. Har bir yadro mustaqil hisoblash birligini ifodalaydi. Bu esa parallel hisoblash jarayonlarini samarali tashkil etishga imkon beradi. Bu tizimlar ma'lumotlar almashinuvi va sinxronizatsiyani ta'minlab, umumiy samaradorlikni oshiradi. Parallel algoritmlarning samaradorligini baholashda asosiy vaqt o'lchovi bo'lib, o'lchamdagi masalaning protsessorlarda bajarilish vaqtini ifodalaydi. Speedup p orqali parallel bajarilish tezligi aniqlanadi. Efficiency protsessorlardan samarali foydalanish darajasini ko'rsatadi. Yig'indi hisoblashda ketma-ket yondashuv elementni qo'shish uchun vaqt talab qiladi. Parallel yondashuvda elementlar juftlarga bo'linib, daraxt shaklida bosqichda bajariladi. Masalan, 8 element uchun log 283 bosqich kerak. Bu ketma-ket 8 bosqichga nisbatan 2,67 marta tezroq. Speedup parallel tizimlarning samaradorligini baholashda asosiy metrik bo'lib, UT1 ning tipi ga nisbati sifatida aniqlanadi va bir protsessorda bajarilish vaqti bilan bitta protsessorda bajarilish vaqti o'rtasidagi tezlanishni ifodalaydi. Efficiency esa ko'rinishda hisoblanib, har bir protsessorning o'rtacha foydalilik darajasini ko'rsatadi. Ideal holatda PP va bir bo'lganda maksimal parallel unumdorlikka erishiladi. Bu yerda F vazifaning ketma-ket bajarilishi zarur bo'lgan qismi ulushi sifatida talqin qilinadi. Parallel yig'indi daraxti diagrammasida har bir bosqichda elementlar soni yarmiga kamayadi. Bu esa logaritmik murakkablikni ta'minlaydi. Bu jarayon samaradorlikni oshiradi va hisoblash vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi. Bu esa ko'proq protsessorlar qo'shilganda masshtablilikni yaxshilaydi. Masshtablilik algoritmning samaradorligi protsessorlar soni oshganda qanday o'zgarishini bildiradi. Yaxshi masshtablilikda tezlik chiziqli oshadi. Sinxronizatsiya va kommunikatsiya kechikishlari cheklovchi omillar bo'lib, optimal masshtablilik uchun ish yukini teng taqsimlash va overheadni kamaytirish zarur. Parallel algoritmning umumiy ishlash vaqti 3 komponentdan iborat. Serial bu parallel qilinmaydigan kod qismi va protsessorlar soniga bog'liq emas. Parallel bu parallel bajariluvchi qism protsessorga bo'linadi va overhead bu sinxronizatsiya va kommunikatsiya uchun ketadigan qo'shimcha vaqtni ifodalaydi. Amdahl qonuni parallel hisoblashning nazariy chegaralarini belgilaydi. Formula bo'yicha serial qismning ulushi, protsessorlar soni va smax maksimal speedupni ifodalaydi. Serial qism katta bo'lsa, speedup cheklangan bo'ladi.
Masalan, dasturning on qismi serial bo'lsa, maksimal speedup ondan oshmasligi mumkin. Gustafson qonuni 1988 yilda Johann Gustafson tomonidan amdahl qonunining cheklovlariga javob sifatida taklif qilingan. Bu qonun muammo o'lchami oshganda parallelizm samaradorligini oshirishni ta'kidlaydi. Katta masalalarda ko'proq protsessor samarali ishlaydi. Bu zamonaviy superkompyuterlar va katta ma'lumotlar tahlilida muhim ahamiyatga ega. Parallel yig'indi algoritmi 3 bosqichdan iborat. Lokal yig'indi har bir protsessor o'z elementlarini yig'adi. Global birlashish, lokal natijalar daraxt shaklida birlashtiriladi. Sinxronizatsiya, protsessorlar sinxronlashadi. Bu esa kommunikatsiya overheadini keltirib chiqaradi. Pseudokodda har bir protsessor o'z qismida yig'adi va natijalar birlashtiriladi. Misol uchun, 16 elementni 4 protsessorda qo'shish jarayonida har bir protsessor 4 elementni yig'adi. Bu 4 vaqt talab qiladi. Keyin 4 ta natija 2 juftga bo'linib qo'shiladi. Bu 1 vaqtni oladi. Oxirgi 2 natija qo'shiladi. Yana 1 vaqt sarflanadi. Parallel algoritmlarda kommunikatsiya overheadi muhim muammo bo'lib, protsessorlar orasidagi ma'lumot almashinuvi qo'shimcha vaqt va resurs talab qiladi. Sinxronizatsiya muammolari, masalan, diadloj va rotation xatarlari koordinatsiyani murakkablashtiradi. Loat balantin qiyinchiliklari va serial bog'liqliklar ba'zi masalalarni parallellashtirishni qiyinlashtiradi. Parallel algoritmni baholashda nazariy tahlil Vortime modeliga asoslanadi. Bu yerda umumiy ish hajmi TNP esa parallel vaqtni ifodalaydi. Eksperimental o'lchovda haqiqiy protsessorlarda turli qiymatlari uchun TNP o'lchanadi, speedup va efficiency hisoblanadi. Vizual tahlil esa speedup egri chizigi va efficiency grafigi orqali amalga oshiriladi. Grafikda ideal va real speedup hamda efficiency ko'rsatkichlarining taqqoslanishi parallel tizimlarning ishlash xususiyatlarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ideal sharoitda speedup protsessorlar soniga mutanosib ravishda chiziqli o'sishi kerak. Biroq amaliy hisoblash jarayonida sinxronizatsiya xarajatlari, aloqa kechikishlari va turli overhead omillari tufayli egri chiziq ma'lum nuqtadan boshlab tekislanadi. Ushbu tafovutni tahlil qilish parallel algoritmlarni samarali optimallashtirish uchun zarurdir. Parallel algoritmlarning kelajagi apparat rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq. Ko'p yadroli tizimlar va ixtisoslashgan protsessorlar, masalan, grafik protsessor birligi, va tensor protsessor birligi bu samaradorlikni oshiradi. Kvant hisoblash esa klassik parallel algoritmlardan farqli yondashuv bilan eksponensial speedup imkoniyatini taqdim etadi. Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar uchun parallel hisoblash zarurati ortmoqda. Parallel algoritmlar zamonaviy hisoblashning asosini tashkil etib, tezlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Speedup va efficiency o'lchovlari samaradorlikni baholashda muhimdir. Masshtablilik va overheadlarni hisobga olish esa loyihalashda zarur. Parallel yig'indi misoli orqali login samaradorlik aniqlandi. Savollar va muhokama uchun ochiqmiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.